Xitoy Kommunist hökuməti tərəfindən bu yılmı elan qılınan klassik Ramazanni cheklash uqtirishida partiya a'zolari, davlat ma'murlari, o'qituvchilar, o'quvchilar, davlat kontrolligidagi shirkat va tashkilotlardagi xizmatchilarning Ramazon oyida ro'za tutishining cheklanganligi e'lon qilindi. Cheklashlarga qarata Uyg'ur harakati islom dunyosini davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi uchun bu Ramazonda harakat qo'llanishga chaqirdi. Uyg'ur harakati bu Ramazonda hambakirlangan Uyg'ur jamoati bilan ittifoqlashib, Sharq Turkistonda yuz bergan vahshiyliklarga adolat talab qilishga chaqirdi. Amerika Avam Palatasining Xitoydagi kishilik masalasi haqida maxsus qurgan yangi komiteti Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik to'g'risida guvohlik berish yig'ini o'tkazdi. Demokratik va Cumhuriyetchilar partiyasining parlament a'zolaridan tarkib topgan bu komitet Washingtondagi Davlat Majlisi binosida o'tkazilgan suhbat yig'inida Xitoyning Uyg'ur avtonom rayonidagi Uyg'urlar va boshqa oz sonli millatlar irqiy qirg'inchilik qilinganligini o'tirg'a qo'ydi. Yig'inda bu komitet tarafidan tarkib topgan amerikalik Uyg'ur advokat Nuri Turkal, Amerikadagi Yahudi qirg'inchiligi xotira muzeyining a'zosi Naomi Kiloler va Sharq Turkistondagi jazo lagerlari haqida nurg'un dokladlarni e'lon qilgan germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zensma so'z qildi. Yig'ib olish lagerlari haqida tadqiqot olib borgan Naomi Kiloler bu o'rinlardagi dafsandichiliklar haqida to'xtaldi. Xitoy bilan bo'lgan egilik huquq to'qinishida turayotgan Tayvanni e'tirof qiladigan oz sondagi davlatlarning biri bo'lgan O'rta Amerika davlati Honduras Tayvan bilan diplomatik munosabatni uzganligini e'lon qildi. Honduras Tashqi ishlar ministrligining bayonotida bu davlatning Tayvanning o'rniga Xitoy Xalq Jumhuriyati Xitoyning vakili deb e'tirof qilganligi xabar qilindi. Honduras munosabatni uzayotganlikdan Tayvanni diplomatiyada davomli e'tirof qiladigan Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarning soni 12 ga tushib qoldi. Alma shirkatining bosh ijroiya amaldori Nimkok Beijingga berib, Xitoy taraqqiyot munbiriga qatnashdi. Kok 2023-yili Alma shirkatining Xitoyda tijorat boshlaganligining 30 yillik ekanligini bayon qilib, shirkatning bu davlat bilan ko'p yillardan buyon birlikda taraqqiy qilganligini aytdi. Kok Amerikaning texnik sohasida Xitoyga qaratgan jazosi va ta'minlash zanjiridagi qalayimqonchiliklarga munosabatli masalalarni tilga olishdan o'zini qochirib, ma'rifda texnika ishlatishning shaharlar bilan yezi o'tirisidagi farqni kichiklatishning muhimligiga diqqat qildi. Amerika va Yevropa ittifoqi taraflarining Xitoy va Tinch okean strategiyasiga asosan 2 kunlik dengiz manevri olib bordi. Chex Davlat Majlisining boshlig'i Markina Pekarova Xitoy bilan egilik huquq talash tortishi bo'layotgan Tayvanni ziyorat qildi. Pekarova tunugun tushdan keyin savdo sanoatchilar, akademiklar va davlat amaldorlarini o'z ichiga olgan 150 kishilik vakillar o'migi bilan Tayvanga keldi. Chex vakillar o'migini aerodromda Tayvan qonun chiqarish majlisining boshlig'i San Shikun va tashqi ishlar ministri Joseph Wu qarshi oldi.